Hurmatli mijozlar, Spiz akamizni yuklab oldik. Xudo xolasa mijozni ustiga borib, chiroyli qilib to'shagandan keyin bitta video chaqirib sizlarga ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana axiri o'sha avvalgi doiralarimizni mijozimizni ularga to'shab joylashtirib oldik. Xudo xolasa sizga bitta koridor, o'rta doira mehmonxonani ko'rsataman. Kuzatishda davom etinglar. Mana shu yer kirib kelaverish koridor qismimiz. Bu yerdan shkaf bor ekan, shkafni o'rnini birga bir qilib chiqarib qo'yib kesib aylanib berganmiz. Ishlangan jarayonni qo'yib ko'rsatib beraman. Mana o'sha katta olti doiramiz. Orzu havasli xonadonlardan bittasi. Juda chiroyli. Patroq qismlariga juda yaxshi tushdi. Mana keyin mana ikkinchi koridorimiz. Chiroyli avval berganmiz. Mana oddiy olti bilan bo'lib bir xil. Bir mos qilib chiroyli chiqarib berganmiz. Endi sizga mehmonxona ko'rsataman. O'sha katta 5-9 gilammiz. Mana hurmatli mijozlar. Havasga qo'yib yuring. Mehmonxonalardan bittasi. Hammaga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Mana o'sha 5-9 gilammiz.